Termiz shahrida futbol va mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati Kubogi viloyat bosqichi bellashuvlariga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda vohamizning shahar va tumanlaridan saralangan 15 tadan iborat jamoa vakillari ishtirok etishdi. Mamlakatimizda Davlat xavfsizlik xizmati Kubogi 2021-yildan respublikamizning barcha tuman, shahar va viloyatlari yoshlari o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha o'tkazilib kelinmoqda. 2022-yilda esa turnirga katta futbol ham qo'shildi va ishtirokchi jamoalar soni 18629 taga yetib, jami 241976 nafar yoshlar qamrab olindi. Musobaqaga respublika bo'ylab 16-30 yosh oralig'idagi yoshlar, shuningdek barcha olis va chekka hududlardagi mahalla yoshlari jalb qilinmoqda. Termiz shahrida futbol va mini futbol bo'yicha qur'a tashlash marosimida mazkur jihatlarga alohida to'xtalib o'tildi. Tadbirda Surxondaryo viloyati hokimligi vakillari, Surxondaryo viloyati sport boshqarmasi rahbar xodimlari va futbol mutasaddilari, ishtirokchi jamoalar a'zolari, shuningdek O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori, Italiyaning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov ham ishtirok etib, musobaqa qatnashchilariga omad tiladi va qur'a tashlash tadbirini boshlab berdi. Har bir yo'nalish bo'yicha vohaning shahar va tumanlaridan saralangan 15 tadan jamoa guruhlarga bo'lindi. Futbol va mini futbol bo'yicha guruh va final uchrashuvlari viloyatning 4 ta hududda bo'lib o'tadigan bo'ldi. Bilaman, Surxondaryoda talantli bolalar bo'lgan. Biz vazifamiz o'sha talantli bolalarni jamlab, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, kelajakda O'zbekistonning bayrog'ini yuqorilarga ko'tarish. O'zbekistonda har doim talantlar yetarlicha bo'lgan, faqat o'sha chetga chiqish sal qiyinroq bo'lgan. Mana hozir ko'rib turibmizki, Abduqodir, Abbos yana bir bor ko'rsatib o'tdi. Shu o'ynash bemalol mumkin. Ma'lumot uchun Davlat xavfsizlik xizmati Kubogida birinchi o'rinni egallagan jamoaga ular istiqomat qiladigan mahallada zamonaviy mini futbol maydoni, ikkinchi o'rin uchun universal sport maydoni hamda 3 va 4 o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalarga esa ular yashaydigan mahallalarda streetbol maydonchalari qurib beriladi.